9-may xotira kuni. U har bir oila, har bir taqdirga daxldor bo'lgan, izi o'chmas urush haqidagi xotiradir. Shu kuni shaharlar bir lahzaga sukutga toladi. Biz frontga yosh ketgan o'g'lonlarni, intizorlik bilan kutgan, g'alabaga ishongan va yashash uchun o'zida kuch topgan insonlarni yodga olamiz. Yillar o'tgan sayin urush guvohlari kamayib bormoqda. Ularning ovozlari tobora uzoqlashmoqda. Shu bois bugun tarixiy xotira har qachongidan ham yuksak qadriyat kasb etmoqda. Urush tarixi nafaqat sarg'aygan arxiv hujjatlarda, balki eski suratlarda, avloddan avlodga o'tib kelayotgan oilaviy hikoyalarda ham yashaydi. Oradan 10 yillar o'tsa-da, hamon daryo bo'lib oqayotgan ko'z yoshlarida, toki bu xotiralar e'zozda ekan, zamonlar o'rtasidagi rishta uzilmaydi. Biz urush qahramonlarining nomlari va chehralarini unutishga yo'l qo'ymas ekanmiz. O'tmish bugungi kunimizning ajralmas qismi bo'lib qolaveradi. Xotira barhayot ekan. Bir paytlar dunyoga porloq kelajak tuhfa etgan insonlar nomi mangu yashaydi.